Bismillahirrahmanirrahim. Bugün 2020 yılı 7. 7. günü. Jaloliddin Suyuti'ninki Xalifalar Tarixi namlı kitabıdaki dersimiz yani devam ediyordu. Bugünkü bu bölümde Jaloliddin Suyuti yani bir xalifalarninki ortak atalg'ulari yoki ularning bir qiziqarli ahvollari haqida bayon berib bundaq deydi. Bani Abbas üçün ularni Fatiha, Vasita, Xotime degan nomlarla ataymiz. Fatiha degan yani başlanış, Vasita o'ttiri, Xotime oyg'i demakchi. Lekin Abbasiylardan Mansurni Fatiha deymiz, Vasita degan Ma'munni deymiz, Xotime degan yani Mu'tazidni deb ataymiz deydi. Yani bu o'rtaqlashgan ismlarniki biri. Hamda Abbasiylar jamiyatidagi xalifalarniki hammasi asosan shu dedeklarniki bolalari. Ammo Sabbah, Mahdi, Amin degan uch xalifa undaq emas. Qolgan hammasi shu dedeklardan tug'ilgan bolalar. Hamda Hashim jamiyatidan xalifa bo'lgan faqat Ali ibn Abu Talib, o'g'li Hasan va Amindir. Bu Savli degan olimniki degan so'z ekan. Hamda ismi Ali nomli kishilardan xalifa bo'lgani faqat Ali ibn Abu Talib va Aliyul Muktafi ekan. Buni Imom Zahabiy shundoq degan ekan. Men deyman, ko'pincha xalifalarniki ismi berikmisiz ismlar. Ulardan nayt ishkilik ismlar nayt az. Tekrar qildiganlari nayt ko'p. Mesela Abdullah, Ahmad, Muhammad degan o'xshash. Hamda xalifalarning butun hurmat nomi, laqimi mustasim qadar bir kelimalik ismlardan jup emas. Bu mustasim oxirgi xalifalarniki biri, Iroq xalifalaridan. Ondan Misr xalifalar davrida burun kon laqamlar davomlashib kelgan. Masalan, Mustansir, Mustakbi, Wasiq, Hakim, Mu'tazid, Mutawakkil, Mustasim, Musta'in, Qoim, Mustanjid deganlarniki hammasi burunqi Bag'doddagi xalifalarniki laqamlarini o'ziga o'zlashtirgan bo'ladi. Lekin bu laqamlarniki hammasi asosan bir qitim takrorlangan. Ammo Mustakbi, Mu'tazid laqamlik xalifalar bu laqamlarni bir qitimdan ko'proq holatda takrorlagan bo'ladi. Hatta Abbasiylar xalifalaridan Mustakfi, Mu'tazid nomi bilan atalgan xalifa 3. Her üçlisi o'zini Mustakfi deb ataganda. Endi bu Abbasiylar xalifalarininki laqamlarini Fatimiylar xalifalari qo'llanmagan. Lekin Fatimiylardan faqat Al-Qoim degan xalifalar qo'llangan. Mesela Hakim, Zahir, Mustansir. Ammo Mahdi, Mansur degan bu laqamlar Bani Abbaslar buni burun o'zini atab bo'lgan. Bu Bani Ubayd, ya'ni Fatimiylar vujud qilishdan burun buni o'zini bu Mansur, Mahdi nomli atab bo'lgan. Demak, bu yerda Qoim, Hakim, Zahir, Mustansir degan laqamlarni Fatimiylar qo'llangan. Buni ham Abbasiylarmi qo'llangan demakchi. Bu ya'ni bu Fatimiylar va Abbasiylar orasidagi laqamdagi bir o'rtaqlik demakchi bo'lsa kerak. Yani ba'zan kishilar debdiki, o'zini Qohir deb atagan podsho hargiz g'alaba qilgan emas hayotida. Mayli podsho bo'lsin, mayli xalifa bo'lsin deydi. Men deyman-da, to'g'ri, Mustakbi, Musta'in nomli laqamlik xalifalar Bani Abbasdan, Abbasiylardan 2 bo'lib, bu ikkilanma g'ulab qolangan deydi. Hamda Mu'tazid degan laqam en katta bir bereketlik laqam. Mush Mu'tazid billah degan laqamlik xalifa. Endi bir xalifa o'lib ketgandan keyin shu xalifaning yo okisining yo ukisiniki bolasi xalifa bo'lgan ish nihoyat kam uchraydi. Faqat Muqtafi billah Rashid degan xalifadan keyin xalifa bo'lgan, Mustansir Mustasimdan keyin xalifa bo'lgan. Shu ikkilam xalifa faqat tog' so'lab ketgandan keyin xalifa bo'lgan. Yani İmam Zahabiy deydi, endi xilofatga
uch oq uka xalifa bo'lgan ish nadir kam uchraydi. Lekin Harun Rashidniki 3 bolasi xalifa bo'lgan: Amin, Ma'mun, Mu'tasimlar. Yani mutevekkilning 3 bolasi yani xalifa bo'lgan: Muntasir, Mu'taz, Mu'tamid. Muqtadirning 3 bolasi xalifa bo'lgan: bu Razi, Muttaqi, Muttah. Yani ko'pincha ham bir xalifa bo'lgan vaqtida bu xalifa, yani bu podshohlik tuzumidagi xalifalarda ham asosan bu o'g'lini o'ziniki bolalarining xalifa bo'lishini bekrak orzu qiladi ko'pincha. Lekin inisining akasining xalifa bo'lishi nadir uchraydi. Shunga shu şeylarni bayon qilib o'tdi. Ham tarixda bir podshohning xalifaning bolasidan 4 aylarning xalifa bo'lgan avvali nati kam. Buning Abdülmelik'ninki 4 bolasi xalifa bo'lgan. Mesela Abdülmelik bilan 5 ta. Buning o'xishi yo'q. Belki memde bo'lib qolsa podshohlardan bo'ladimki, lekin xalifalardan bolasidan 4 xalifa bo'lgani nati kam uchraydi. Ama mavsiz İmam Zahabi'nin sözü. Ama bunun raddiye berip Jaloliddin Suyuti mundaq deydi. Va bununki bunda ishlar bo'lgan, bu Abdülmelik bilan taalluq emas bu ishlar. Masalan, İmam Zahabi ölüp ketgandan keyin, hem İmam Zahabi o'z davrida ko'rganini da'vatida, hem İmam Zahabi ölüp ketgandan keyin xalifalardan mutevekkil degan xalifaniki bolalaridan 4 emas, hatto 5 aylan xalifa bo'lgan. Bu Musta'in billah, Mu'tazid, Mustakbir, Qoim, Mustanjidlar. Yani bu şu Misrning xalifalari. Demak, Jaloliddin Suyuti'ninki zamonasidagi xalifalarda bu. Bu Jaloliddin Suyuti'dan burun bu İmam Zahabi ölüp ketgan. Bu İmam Zahabi o'z davridagi so'zlarida, Suyuti'mi o'z zamonasidagi so'zlarida. Demak bu bir xalifalardagi ma'lum bir o'rtoqliklar. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi